O't pufagi jigar ostida joylashgan nok shaklidagi kichik a'zo. U ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, ammo ovqat hazm qilishda muhim rol o'ynaydi. O't pufagi safro, o't ishlab chiqarmaydi. Bu vazifa jigarga tegishli. Uning vazifasi safroni saqlash, quyultirish va organizmga kerak bo'lganda chiqarib berishdir. Ovqatlanish oralarida safro asta-sekin o't pufagida to'planadi. Suvning so'rilishi natijasida safro quyuqroq va samaraliroq bo'ladi. Ovqat, ayniqsa yog'li mahsulotlar, hazm qilish tizimiga kirganda o't pufagi qisqaradi. Safro aynan kerakli vaqtda ingichka ichakka ajralib chiqadi. U yerda yog'larni mayda zarrachalarga parchalaydi va fermentlar uchun qulay holga keltiradi. Bu jarayonsiz ozuqa moddalari to'liq o'zlashtirilmaydi va energiya yo'qotiladi. Muvozanat muhim. Safro kam bo'lsa, hazm qilish sekinlashadi. Ortiqcha bo'lsa, tizim buziladi. O't pufagi ushbu jarayonni avtomatik ravishda muvofiqlashtirib turadi. Uning ishlash ritmi ovqatlanish odatlariga bog'liq. Muntazam ovqatlanish barqaror oqimni ta'minlaydi. Uzoq vaqt och qolish yoki birdan ko'p ovqatlanish safroning noto'g'ri ajralishiga va samaradorlik pasayishiga olib keladi. O't pufagi yaratuvchi emas, balki tartibga soluvchidir. U allaqachon boshlangan jarayonni mukammallashtiradi.